Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, sizlar bilan bugun birliklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Birliklar, birlik o'lchovlar, ya'ni yuza o'lchov birligi bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda uzunlik, keyingisi og'irlik, keyingisi demak yuza, keyingisi hajm. Demak, uzunlik bo'ladigan bo'lsa, 1 metr qanchaga teng? 100 santimetr. Demak, 1 santimetr qanchaga teng? 10 millimetrga teng. 1 detsimetr qanchaga teng? 10 santimetrga teng. 1 metrimiz qanchaga teng? 10 detsimetrga teng. Hop, 1 kilometrimiz, demak, 1 kilometr qanchaga teng bo'ladi? 1000 metrga teng bo'ladi. 1 kilometrimiz 10.000 detsimetrga teng bo'ladi. Demak, 1 kilometrimiz mana metrmi? Metrdan santimetrga o'tkazsam, 1 metrimiz 100 bo'lganligi uchun bu 100.000 santimetrga teng bo'ladi. Demak, 1 kilometrimiz 100.000 santimetrga teng ekan. 1 metr 100 santimetr. Demak, 1 santimetr 10 millimetr, 1 detsimetr 10 santimetr, 1 metr 10 detsimetr, 1 kilometr 1000 metr, 1 kilometr 10.000 detsimetr, 1 kilometr demak 100.000 santimetr ekan. Hop, og'irlik endi 1 kilogramm 1000 gram. 1 kilogramm 1000 gram. Hop, 1 siri degani bu 1 sentiner degani, ya'ni 1 sentiner 100 kilogrammga teng. Endi 1 tonna teng 1000 kilogramm, 1 tonna teng keyin 10 siri, ya'ni 10 sentinerga teng. Asosan bularda shu kelishi mumkin. Demak, 1 kilo 100 gram, 1 sentiner 100 kilogramm, 1 tonna 1000 kilogramm, 1 tonna demak 10 siri, ya'ni 10 sentinerga teng. Yuza o'lchov birligi. Yuza o'lchov birligi desa, misol uchun mana to'g'ri to'rtburchak bo'lsa, to'g'ri to'rtburchakning o'zining yuzasi bor, to'g'rimi? O'sha yuza o'lchov birligi bo'yicha ko'ramiz. Xo'p. Yuza o'lchov birligida juda ham ko'pchilik adashadi. Misol uchun 1 metr kvadrat kelib qolsa, necha santimetr kvadrat deb so'rasa, necha santimetr kvadrat? Ko'pchilik nima qiladi? 1 metr deydi, 100 santimetr deydi. Mana deydi kvadratchalar shunchaki qo'yib qo'yadi. 1 metr kvadrat 100 santimetr kvadrat deydi. Bu eng katta xatolardan biri. Yaxshilab e'tibor beringizlar, hozir tushuntirib beraman. Demak, aslida 1 metrimiz qanchaga teng? 100 santimetrga teng. 1 metr kvadrat degan ikkala tomonni kvadrat ko'tarish degan. Ya'ni 1 metr kvadrat teng bo'ladi. Shunda 100 ning kvadrat ko'paytirilgan santimetr kvadrat. Shunda 1 metr kvadratimiz qanchaga teng bo'ladi? 10.000 santimetr kvadratga teng. Demak, 1 metr kvadratimiz 10.000 santimetr kvadratga teng. Xo'p. Nega unaqa deydigan savol. Misol uchun mana qaraymiz. Demak, mana bu 1 metr bo'lsa, bu ham 1 metr bo'lsa. 1 metr degan 100 santimetrmi? Bu ham demak 100 santimetr. Bu nima? Kvadrat. Kvadratning yuzasi a kvadrat teng 100 santimetr ko'paytirilgan 100 santimetr bo'ladi, to'g'rimi? Shunda 100 ga 100 ko'paytirsak demak 10.000 santimetrga santimetr ko'paytirsak demak 10.000 santimetr kvadrat bo'ladi. Xo'p, keyin bir ar degan narsa bor. Bir ar bu 1 sotix degan. 1 sotix. 1 sotix degani bitta demak shakl bo'ladigan bo'lsa, tomoni agar 10 metrga 10 metr bo'lsa, misol uchun buni yuzi nimaga teng bo'ladi? Yuzi a kvadrat, ya'ni eni bilan bo'yni ko'paytmas. 100 metr kvadratga teng. Agar 100 metr kvadrat bo'ladigan bo'lsa, u 1 ar, ya'ni 1 sotixga teng bo'lar ekan. 100 metr kvadrat. Keyin 1 ga degan narsa bor, 1 ga. 1 ga nima edi? 1 gektar edi. 1 gektar. Demak, 1 gektarimiz degani 100 sotix. Shunda 1 gektarimiz qanchaga teng bo'lar ekan? 100 sotix yoki 100 arga. Xo'p, 1 gektar degani tushuntiraman, qarangizlar. 1 gektar degani bu tomoni ham 100 bo'lsa metr, bu tomoni ham 100 metr bo'ladigan bo'lsa, uning yuzini topishni nima qilamiz? Eni bilan bo'yini ko'paytiramiz. Shunda
100 metr ko'paytirilgan 100 metr bo'ladi. Bu 10.000 metr kvadrat. Demak 10.000 metr kvadratga teng bo'lar ekan. Endi hajm degani nima degani? Hajm degani misol uchun bitta mana bunaqa idish bo'lsa, idish. O'shaning ichiga qancha suv ketishligi hajm deyiladi. Misol uchun mana ichiga suv quyadigan bo'lsak, qancha suv ketadi? O'shani aniqlashga demak hajm deyiladi. Ichiga qancha suv ketishligi hajm. Xo'p. Hajm bo'ladigan bo'lsa 1 metrimiz 1 metr kub nima deyilsa ko'pchilik nima qiladi? 1 metr kubni 100 santimetr kub deb o'ylaydi. Yo'q. Bunda ham xuddi shunday 1 metr demak 100 santimetr deb olamizda ikkala tomonini endi kubga ko'taramiz. Chunki bizga kub kerak. Ikkala tomonni kubga ko'tarsam demak 1 metr kub degan bo'ladi. Bu 100 ning kubi santimetr kub. Ya'ni 1 metr kubimiz degan bo'ladi. 100 ning kubi bu 10 ning 6-si. Ya'ni 1 million santimetr kubga teng bo'ladi. 1 million santimetr kub. Xo'p, xuddi shunday 1 detsimetr teng 10 santimetr. Ikkala tomonni kubga ko'taradigan bo'lsak, nima bo'ladi demak? 1 detsimetr kub teng 10 ning kubi santimetr kubga. Ya'ni 1000 santimetr kubga teng bo'ladi. Xo'p. Masalalar keladi. Misol uchun yaqinda kelgan savol, yaqinda tushgan, o'tgan yil tushgan adashmasam, 200 santimetr kub idishga qancha suv ketadi deydi. Qancha suv ketadi? Qaraymiz. 200 santimetr idishga qancha suv ketadi desa, mana idish. Xo'p. Bu idishimiz agar 10 santimetrga 10 santimetr bo'ladigan bo'lsa, barcha qirralari 10 santimetrdan bo'ladigan bo'lsa, bunga demak qancha suv ketadi? 1 litr suv ketadi. Agar hamma qirralar 10 santimetrdan bo'lsa, bunga demak qancha ketar ekan? 1 litr suv ketar ekan. Hajmini topish uchun barcha tomondan ko'paytiramiz. 10 ko'paytirgan 10. Ya'ni bu 1000 santimetr ko'paytirsak 1000 santimetr kub. Demak, 1000 santimetr kubga 1 litr to'g'ri kelar ekan. 1 litr. 1000 santimetr kubga demak 1 litr to'g'ri kelar ekan. Shunda 200 santimetr kubga qancha to'g'ri keladi? 0.2 litr to'g'ri keladi. Xo'p, birliklar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Salomat bo'ling.